Turkiston, senga ne bo'ldi? Go'zal Turkiston, senga ne bo'ldi? Sahar vaqtida gullaring so'ldi, o gullaring so'ldi. Biz O'zbekiston xalqi, haqiqatda shu vatan ahillarimiz. Inson nasli yaratilgan kundan ota-bobolarimiz mana shu diyorda yashab kelganlar. Biz o'zbek xalqi ota-bobolarimizning suyaklari bilan ko'tarilmishdir. Shu kunlargacha tiriklarimizni bo'ynida ko'tarib, o'liklarimizni qo'ynida saqlamishdir. Demak, bo'ynida ko'tarib, qo'ynida saqlab oq sut berib tarbiyat qilgan shu O'zbekiston, Turkiston bizning o'z ona vatanimizdir. Tarix shunday asarlar yaratadiki, ular faqat kitobgina bo'lib qolmaydi. Ular xalqning yillar davomida bo'silib kelgan faryodini, unutishga uringan iztiroblarini ochib beradi. Alixon To'rasog'niyning Turkiston qayg'usi asari ana shunday asarlardan biridir. Alixon To'rasog'niy o'sha qora kunlarning guvohi edi. Bu asar mustamlakachilikning dahshatli oqibatlari, qatag'onlar, majburiy ko'chirishlar, e'tiqod va qadriyatlarning oyoq osti qilinishi, erkinlik uchun kurashgan fidoyilarning fojiali taqdirlarini yuragining qoni bilan bitdi va bu asarga buyuk qayg'u, Turkiston qayg'usi deb nom berdi. Bu asar avvalo xalqimiz qanday qilib bosqinchilarga qaram bo'lib qolganligini sababini ko'rsatar ekan, nima uchun keyingi yillarda Turkiston bunday johiliyat botqog'iga botdi? Buning bosh sababi dinni asosi bilan tushunmagan ilm madaniyat dushmanlari hokimiyat tepasiga kelganligidir. Ular o'zlarini din homiylari deb e'lon qilib, mamlakatni ilm ma'rifatdan yiroq tutdilar. Chet mamlakatlari bilan aloqa bog'lamadilar. Natijada Turkistonda o'sish, fikr ochilish bo'lmadi. Bu asar har bir sahifasi tarixdan saboq beradi. Bu asarni o'qigansiz, nega degan savol qiynaydi. Nega Turkiston o'z yurtida o'zi begona bo'lib qoldi? Nega biz birlashmadik? Qachon uyg'onamiz? Qachon vatan taqdiri uchun mas'uliyat his qilamiz? Bu asar bizni birlikka, birdamlikka chorlaydi. Bu asarni o'qigansiz, bir qancha chuqur ma'noga ega iqtiboslar ko'zga tashlanadi. Agar o'zbek xalqi boshqa ishlarga ham oshga yig'ilgandek birlashsalar edi, bu dunyoda bundan qudratli millat bo'lmas edi. Bu iqtibos o'zbek xalqi orasida tez-tez tilga olinadigan, ammo chuqur ma'noga ega iqtibosdir. Bu iqtibos o'zbek xalqining birdamlik masalalaridagi muammolarga ishora qiladi. Yozuvchi bu asarni yozishdan tub maqsadini aytib, hozirgi va kelajak yoshlarni ogohlantirib, o'lim uyqusidan uyg'otishdir. Turkiston qayg'usi. Bu nafaqat tarixiy asar, balki o'tgan kunlarning iztirobi, bugungi kunning sabog'i va ertangi kunning yo'lchi yulduzidir. Aziz kitobxonlar, bu asarni sizlarga katta hurmat va ishonch bilan tavsiya qilaman. Bu asarni katta-yu kichik kitobxon, ayniqsa yoshlar albatta o'qishlar kerak. Chunki bu asarni o'qish faqat tarixni bilish emas, o'zligimizni anglash, yurakda vatanga bo'lgan muhabbat urug'ini yanada mustahkamlashdir. Bu asar bizni birlikka, birdamlikka, vatan taqdiriga befarq bo'lmaslikka chaqiradi.